bo'lgan umradan kelgan diyorimizda yaqinimizni yoki hajdan kelgan biron bir yaqinimizni aeroportga kutgani chiqqanmiz. Kelishimizdan oldin barchalarimizni qaysidir qarindoshimizni kutgani chiqqanmiz aeroportga. Yaxshi niyatlar bilan yoki ziyoratiga borganmiz. O'sha borganimizda hammada aytilgan gap, hamma bir xil gapni aytadi. Juda ham o'zgarib ketibsiz. Yuzingiz yorishib ketibdi, nurli bo'lib ketibsiz deyishadi. Hamma ko'pchilik shunaqa deydi. Alloh azza va jalla o'zini mehmonlarini bu muqaddas baytlardan vataniga qaytarar ekan. Ayrim manbalarda keladi 30 kungacha, ayrim manbalarda keladi 60 kungacha deyiladi. Alloh ana shu ziyoratchini yoniga bir farishtani biriktirib qo'yar ekan. Bir farishta yurarkan yoninglarda, uyga borganinglarda. Ana shundan farishtani yorug'ligidan sizlarga nur tushib turar ekan. Haligi farishta nima qilar ekan? Siz nima duo qilsangiz amin deb turar ekan. Bekorga umraga kelgan, hajga kelgan insonlarga oldiga borib duo olinmaydi. Borganingizda darrov aytasiz, hojaya, hojata duo qiling deysiz. U bo'tladan olib borgan tasbihi uchun, joy namozi uchun, nimadir vajlari uchun, padarkasi uchun bormaysiz. Borib duo qiling meni deb borasiz. Sizni ziyoratingizga kelgan odam meni duo qiling deb keladi. O'sha paytda siz duo qilsangiz, yoningizdagi farishtangiz amin deb turar ekan. Sizni duoingiz ijobat bo'ladigan paytlar ekan. Endi nega 30 kun yoki nega 60 kun desa, qaysidir insonlar 30 kundan keyin bir oygacha uzog'i mana bu joylarni taassuroti bilan yashayotgan. Xayoli, fikr xayoli mana bu joylarda bo'lar ekan. Bir taxminan 30 kunlardan keyin yana o'zini turmush tarzi, o'zini oilasi, tirikchiligi boshqa bilan chalg'ib ketar ekan. Bir xillar 60 kungacha shu holatda yashar ekan. 60 kungacha qariydi yana deb turar ekan. Yana borsam bir maza qilib kelgan edim, bir maza qilib ibodatlar qilgan edim. Xayoli, qalbi shu yerda bo'lar ekan 60 kungacha. 60 kundan keyin tabiiy holatki ishi, uyi, joyi, bolasi, chaqasi, hayot tashvishi, turmush tarziga yana berilib ketar ekan. Ana bu paytga borib farishtalar sekin ko'tarilib ketar ekan. Haligi insonni oldidan farishta ko'tarilib ketar ekan. Biz bu yerdan borayotganimizda, kelayotganimizda o'zida qalblarimiz qorayib kelgan edik. Qaytayotganimizda Alloh qalblarimizni tozalab sutday oppoq qilib jo'natar ekan. 30 yo 60 kungacha qalblarimiz shu holatda turar ekan. Keyinchalik yana dunyo tashvishiga berilganimizdan keyin yana shu hayot pasparallariga yo'liqqanimizdan keyin sekin yana qalblarimizga hayotni, turmushni narsalari kirib boraverar ekan. Ana undan keyin farishtalar turmasdan ko'tarilib ketar ekan. Mana shu kungacha 30 kunmi, 60 kunmi duoni ko'proq qilinglar. Uyga borganda ko'proq duo qilinglar. Sizdan birov duo so'rasa, so'ramasa duo qilavering. Farzandingizni duo qiling, nabirangizni duo qiling, qarindoshlaringizni duo qiling, yaqinlaringizni duo qiling, o'tganlaringizni haqqiga duo qiling. Allohdan istig'for ayting, ularga rahm so'rang, ularni rahmatiga olishini so'rang. Hammani duo qiling. Sizni duoingiz ijobat bo'ladigan bo'lib qaytasiz inshaalloh.